Barchangizga assalomu alaykum. Qolaman kanalim a'zolari. Mana bugun Vernissajga yana keldim. Bu shu Moskvada joylashgan o'rislarning shu eski bozori, Baraxurkasi. Bu yerda yangi ham sotadi. Bu yerda narsalar qimmatligi sabab qo'lishda qilinadi. Ruchnoy работа, shuning uchun narsalar qimmat. Adres metro Izmailov, mehmon orqasi Partizanskiy kelib aylanib ketishlari mumkin. Biz hozir ko'rib chiqamiz bir sidra. Nima narsa chiqqan bo'lsa, bugun yakshanba. Lay bosib qo'yasizlar. Mana qorni ko'rib turibsizlar. Qorda sovuq metallar istaganga muvofiq keldim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'lasizlar. Shu antikvar narsalarga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol videoni ko'rishlari mumkin. Boshqa qiziqmasadan kerak emas videoni ko'rib negativ yozishdi. Qiziqarli narsalar syomka qilaman, xudo xolasa. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Moskvada qor, sovuq. Qo'l muzlatguncha syomka qilaman, xudo xolasa. Like bosib qo'yasizlar. Keyin obuna bo'lmay ko'ryapti ko'pchilik, obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi videolarni ko'rib yurasizlar shu kanalimda. Xudo xolasa ko'rsatib boraman. Mana telpaklar ayollar. 5000 rubldan ekan. Quyon teri, bo'ri teri telpaklar 5000 rubldan ekan donasi. Andatralar erkaklar 5000 rubldan ekan. Mana bunaqa ko'jinli shapkalar 1,5 rubl, 2000 rubldan ekan. Lots of very traditional Russian souvenirs and gifts. You can get there. Mana telpaklar ham bor ekan. Different colors as well. Hozir bo'rin terisidan telpaklar ko'rsatgan so'rovlarning hozir shuni topib ko'rsataman. Bo'rin terisidan. Mana bo'rin terilari. Hozir narxini ham so'rab aytib boraman. Shuni ham bo'rin terisini serli qancha. Egasi yo'q ekan. Xullas kelaverasizlar. Mana bunaqa ruchnoy работада qo'l ishlari. Ular shaxmat, shashkalar qimmat bo'lar, shuning uchun qo'l ishi. Sovg'a salomat pitsalaring. 3 в одном, 22. 16000 rubldan. Все ручная работа. Большой почем? 28. 28. Квадраты вообще дорого. 28000 rublgacha ekan. Har xil. Здесь еще будет шашки и нарды. Shashki to'zi yeyishlar. Har xil. Yantarlar. Yantarga serebro aralashgan sirg'alar. Yantar tasbihlar. Grammi 350 rublgacha ekan. 50 rubldan. Tortib beradi-da. Например, 600, mana bu минимум 500. Ну тоже там подешевле. 6000 rubl, 6000 rublga 5000 rubl qilib beraman deyapti. Bu 3000 rubldan. Yantarlar. Вот эти вот две там по 1500 можно. 1500 rubldan kichinalari. Shu toza nimasiga qarabdi bu ham. Narxiga qarab. Manaqa kumush aralashgani. 5000, 4000, 5000, 7000. This silver, natural amber and silver. Штамп 925. Почем? 12 тысяч. 15000 rubl. Natural amber and silver. Kumush aralashgan. Mana bunaqa kamen ishqozlari, tosh ishqozlari, hammasi qarang qo'lish chiqdi endi, qo'lda qilingan uchun qimmat narsalar. Bilak uzuk deyman. 6500 rubl ekan. Kumushda endi, kumush.
6500 rubl. Mana har xil 2500 rubl, 3000 rubl, 1,5 rubl holatiga qarab ketaveradi. Spochkalar. Здравствуйте. Да. Lots of Yana tosh qog'ozlariga Аквамарин. Здесь вам здесь турмалин. kimlardir qiziqadi. Shunaqa taqinchoq toshlarga narxlarni ko'rsatdim. Minut. Почем под сигара? 3500. Под sigaralar. 3500 rubl.3500的话，我估计能给你整到2000块钱，那个吃。 Nentarlar, shu bola. $100. 5000 rubldan ekan. Haqiqiy mehmas ekan. Это немыслимо. Она говорит, мам, я сейчас сознание потеряла. Теряю сознание. Do'stlar, mana bu 35000 rubl deyapti. Komplekt chexoli bilan. O'zini olsangiz binokl bilan chexolini 32000 deyapti. Sostenasi dahshat ekan lekin. Original broker. O'sha stiklolari ham chizilmagan. Yangi turibdi. Kichinalari ham bor. Malenький почем? Такой 20 лет. 20? 20 лет. 20. Вот 18 такой. Такой 20. 18 mingdan 35 ming rublgacha ekanda, turidan bor ekan. Bittaliklari ham bor. Почем это? 12. 12 тысяч. 16. 16. Turidan bor ekan. Glazoglari singan bo'lsa, glazogini ham mana shu yerda. Mana bu lekin idealniki. Если хотите, можно повернуть. Aha. Kelaverasizlar yoki zakaz beraverasizlar. Dostavka bilan. Yog'ochdan qilingan taroqlar 1500 rubldan. Bitta onalaring olib borib bersalaring mazza qiladi. Plasmasada taramay qo'yadi bunda tarasa. Mazza qiladi. Yog'ochdan qoshiqlar, kasalar kimlargadir o'sha buyuradi, qoshiq tegishlik, yog'och qoshiqdan bor. 100 rubl ekan o'zi. Olganga yarasha mana bulardan olinsa yaxshi. Chidami ham yaxshi, ham baquvvat, ham silliq ishlangan. 1500 rubl. Assalomu alaykum do'stlar, mana yana bir bor. Qorako'llar 30 ming rubldan ekan. Haqiqiy qorako'l 30 ming rubl ekan. Telpaklarda. Mana bu Norka 15 ming rubl ekan. Mana bu 20 ming rubl ekan. Mana turishlar Norkani. Идеально. Видите, девушка, на скидку. Tunki nimasi ham 20 ming rubl ekan. Ничего нет. Ayollarga bor ekan. 15 mingdan 12 ming rublgacha ekan ayollarga. Quyondi terisidan. Себя не хотите вот такой, дубленый? Pastigilari andatra
6000 ya 5000 dan beradi. Eng tepadagilar mana norkalar ekan, mana shu 1500 15000, 20 20 ming, 25 ming, mana bo'lsa 30 ming rubl ekan qorako'l. Ha, ketaverar ekan 1,5 rublgacha. 1000 rublgacha mana искусственный. Kirpiklar, shapkalar. Все, спасибо. Shubalar turidan borasi egalari yo'q. Qaytishdamiz, unga qilamiz ham. Tangalar. Tanga ishqozlarga. Bunaqa telefon ishlatgan mislasizlar. Заряд o'xshagan. Советский. Бритваlar. 20 килограмм бронзы. Другая, конечно. Там 2900. Орион, японский, смотри. Это японский. Орион. Компас. Компас уровень. Nimaga yozishlar ularga? А этот, сколько этот? Rossiyskiy gilamlar. 5000 rubldan 10000 rublgacha. Holatiga qarab 50000 rublgacha bor ekan kattalar. Chugun idishlar. Omdastalar. Mis ekan ko'pi. Abimiz qozon bo'lsa kerak. Mana ham chiroyli narsa ekan. Hammasi mis ekan. To'g'rasi bilan. $2000 rubldan 3000 rubl, 1000 rubl. Qimmatlashib ketaverar ekan. 10000 rublgacha ekan u kattalari. Mana qoppog'i ham borlari qimmat ekanda. Do'stlar, durbin so'ragan ishqibozlarga 8000 rubl ekan. O'zim ko'rdim, вообще dahshat ko'rsatyapti. Kichinasi ham bor ekan. Shu dengizchilar durbini. А маленький почем? Дороже? 13 тысяч, да? Другая фирма. 13 рублей. Свисток, да, это? Деңгізчілер свисток. Морской свисток. Морской свисток. 3500 рублей. Компас. Фотоаппарат? Или компас? Eski fotoapparat ekan. Kompас bilan ko'rmasdan. Qiziqqanlarga ko'rsatib qo'ydim. Zamki почем? Старенький. 5000. 5000 рублей. Спасибо. Qo'l soatlar.
4 euro bo'ldi. Beş euro bo'ldi. Alırsan bunu götür. Mexanika. Hiç bunu işletmeyiblər. Magazindən Çok sağ olun. alıblar, evdə saxlayıblar. Bu qancha? Nech pul bu? Skançı 4000 manat. O isə 5000 manat. 4 ming. Bu 5000 manat. On belə 6000, 10000 onun qiymətidir. Heç işlətməyiblər. 5 euro bo'ldi. Xəzən özünü işlətməyib, alıb mağazinə qoyub evə. Sunduğa. Bu mu? Ha. Görsən təzədir. Təmizdir, novu. Yaxşı. Novu. Novuydu, nispoзванный. Cho'ntak soldilar. Nedir? Kapıya denen 5 18 сантиметров у него. 1800 rubldan ekan. Shu otiki. Aha. 18. Вот это Otiki pechat. большие там Bollar. 19-20. Boltalar. Средний топор. Rossiyskiy. 1800 rublda ya, 1,5 mingga bersa kerak. Правильно. Najib почем? Belka? 1000 белка. 1000 ming rubl. Нержавейка. Клинок. А маленький? Который? 400. Еще вот такой. Только однопредметный. Eski sovetskilardan da. 400 rubldan ekan. А вот это наборчик. А этот набор 800 рублей. Турист называется. Турист. Пятипредметный. Вилка, нож, Угу. ложка, штопор и открывашка. Это кофемалка, да? Нет, это перцемолка. А, перцемол. Специи. Почем? 800 рублей. Маленькая 600. 600 rubldan eng kichkinasi. Kattasi 800 rubl o'sha. Ziravorlar hisob maydalaydi-yu. Mayda qilib beradi. Турция. Ha, turistskiy. Mana bu zo'r ekanligi. Латунные. Боря, у тебя там есть что? Binokul почем? Это монокуляр. 3,5 с дальномерной сеткой. Со скалой. Театральный 800. Слушай, есть еще 300. 1300 rubl ekan. Tana qolganligi. Монокуляр хороший. 1000 rublga beradi.